Salom go'zallar, bularning yigitchalari. Men, конечно, oshpazmasman. Bugun nimadir pishirishga harakat qilib ko'ramiz. Bu ovqatning nomi makaron, pomidor, chesnok, piyoz, solingan ovqat. Birinchi bo'lib gazni yoqladi. Okay. Ya, birinchi qadam qilindi. O'tirgan gazimga. Gaz yuvilmagan. Sizni gazingiz yuvilganmi? Ha, yuvilgan desanglar. Yog'i xolodilnikda ushlash o'chira olding, nima qilasizlar bunaqa informatsiyalar berib? Ovqatingni pishirgin. Tovaga birinchi yog' solamiz. Endi yog'i qizishini kutamiz. Reels ko'rib o'tirma, yog'im qizib ketgan. Qaranglar, hozir bosh qiladi. Tutun chiqishini riskovat qila olmayman. Mana husn jamolim yonib ketsa-ki. Okay. Ozgina pomidorni qizartirib olamiz. Okay? Sludushi. Endi piyoz bilan chesnok solamiz. Buni bitta qo'limda qilishga harakat qilaman. Piyoz bilan pomidorni yaxshilab pishiramiz deydi. Biz deydi, nima deydi o'rtoqlar. Qiynurmanglar, meni so'z boyligim 4 ta so'zdan iborat. Men agar kulinariya shousini olib borganimda hech kim meni tomosha qilmasdi. Hozir sirri ham yeb qo'yaman. O'rtoqlar, iltimos kelib ovqat pishirib ketinglar o'rnimga. Men eplolmayapman. Go'sht solamiz, go'sht. Ha, ajralaqot. Ovqat pishirishni bilmayman. Yana menga ergatayasanmi deysalar. Ergataman, конечно, agar faqat zakaz qilib yursak. 4 ta makaron qaynatishga shuncha suv yig'dim. Nima? Bu videoni oxirigacha ko'rib, men o'zim yeb o'lmaganimni ko'rmaguninglarcha bu retsept bo'yicha ovqat pishirmanglar, o'rtoqlar. Makaron ham pishyapti. Lekin go'sht hali pishmadi. Men pishaman skora boru. Nima qilib to'kam? Bu yoqqa to'kma, bo'ptilar-da. Ay, sachradi. Lavash yeb qo'ysam tuzurog'ida qaytaydi. Go'shtimizni yeb ko'raylikmi? Pishmabdi. Qozonda pishadi. Mana qilib makaronni solamiz. Videoda ko'rganimda boshqacha edi-yu. Italyanskiy pasta edi-yu. Videoda ko'rganimda nima bu? Bo'pti, hozir suziy chiqqani bir gap bo'lar. Xullas, o'rtoqlar, men ko'rgan videoda italyan pasta chiqqan bo'lsa, menda go'shtli sirli makaron chiqdi. Hozir yeb ko'ramiz. Lekin ko'rinishi menga yoqyapti. Prям issiq deb yeb ko'ramiz. Bismillah. Lavash zakaz qilamiz. Yo, zo'r chiqqan, cho'tki chiqqan. Просто prikol hayolimga keladi. Hozir dedim, gapirib gapir. Urishmayman, ha? Просто hayolimga prikol kelsa, обязательно sizlar bilan bo'lishim keladi. Juda ham mazali chiqqan, o'rtoqlar, prям. Chili solamiz hozir. Voy xudo, qaranglar. Xudo! Ovqat pishirish u yoqda tursin, ovqat yeyishib ovqat yeyishni bilmayman men, o'rtoqlar. Lekin juda ham mazali chiqqan. Tayyorlanishidan ko'ra mazasi menga ko'proq yoqdi, o'rtoqlar. Lekin sizlar tayyorlamoqchi bo'lsanglar, обязательно hammasini to'g'ri qilinglar. Mendagi SDVGinglar bo'lsa, вообще qilmaganinglar ham yaxshi. Mazasi lekin zo'r. Tomosha qilganingiz uchun rahmat, sizlarni yaxshi ko'raman. Og'zimda ovqatim yo'qmi? Bye bye deganimda bye deyman-da. O'shaning uchun og'zimdagi ovqatim ko'rinmasligi uchun pikmilarga o'xshab bye deyapman. Nega bunaqa ajoyib qilsalar deydi. Tavba qildim.